Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz siz bilan birga necha muhim savol ustida o'ylanyapmiz. Nega Osiyodagi Xitoy, Janubiy Koreya va Yaponiya kabi davlatlar so'nggi 30 yil, 50 yilda jahondagi eng kuchli iqtisodiy gigantlarga aylanishdi? Va nega O'zbekiston hamda Qoraqalpog'iston hanuzgacha sezilarli taraqqiyotga chiqa olmayapti? Ular bizdan ko'ra aqlliroq bo'lganimi? Yo'q, ular resurslarga boyroqmi? Har doim ham emas. Ammo ular to'g'ri strategiya, jiddiy intizom va xalqqa xizmat qiluvchi boshqaruv orqali muvaffaqiyatga erishdi. Endi savol, biz nima qilyapmiz? Va bizni nima ushlab turibdi? Xitoy, Koreya va Yaponiyaning muvaffaqiyat siri. Xitoy kuchsizdan dunyo gigantiga. Xitoy 1978-yilgacha qoloq va kambag'al davlat edi. Ammo bir qaror hammasini o'zgartirdi. Deng Xiaoping degan rahbar iqtisodiy islohotlarni boshladi. U davlatni ochdi, ishlab chiqarishga ustuvorlik berdi. Dunyoga eksport qila boshladi. Kambag'allikni yengishda bugungi kunda 800 milliondan ortiq xitoylik qashshoqlikdan chiqdi. Xitoy endi dunyo fabrikasi. Janubiy Koreya. Koreya mo'jizasi. Koreya 1950-yillarda urushdan xarob bo'lgan edi. Lekin ular kuchli reja tuzishdi. Davlat texnologik kompaniyalarni qo'llab-quvvatladi. Samsung, LG, Hyundai ta'limga katta sarmoya kiritildi. Yoshlar matematika, fizika, informatika o'rganadi. Bugun Janubiy Koreya kichik hudud bo'lishiga qaramay texnologiya giganti. Yaponiya intizom, texnologiya va madaniyat kuchi. Yaponiya Ikkinchi jahon urushidan keyin yerda turibdi. Ular texnika, avtomobil, robototexnika sohalariga e'tibor qaratdi. Lekin ularning eng katta boyligi bu madaniyat, vaqtga amal qilish, jamoa bo'lib ishlash, intizomli hayot. Shuning uchun bugun Yaponiya hali ham global texnologiya markazidan biri. O'zbekiston va Qoraqalpog'iston qayerda turibdi? 1991-yilda biz mustaqil bo'ldik. Ammo birinchi 20 yil ichida iqtisodiyot ko'p yillik markazlashgan tizimga chiqolmay qoldi. So'nggi 10 yil ichida islohotlar boshlandi. Soliq yengilliklari, tadbirkorlarga erkinlik, vizalar bekor qilindi, chetdan investorlar chaqirildi. Lekin bu hali yetarli emas. Qoraqalpog'iston esa alohida salohiyatga ega. Neft, gaz, baliqchilik resurslari, Aral dengizi atrofi turizmi, chegaraga yaqin joylashuvi sababli eksport imkoniyati bor. Ammo buning uchun kuchli strategiya kerak. Oddiy niyat bilan emas, reja tizimi, monitoring bilan ishlash kerak. Nima uchun hanuz orqada qolmoqdamiz? Boshqaruvdagi muammolar. Bizga hali ham resurslar noto'g'ri taqsimlanmoqda. Mahalliy rahbarlar iqtidorli fidokor emas. Korrupsiya ko'plab loyihalarni cho'ktiradi. Tashabbus yo'q, faqat hisobot bor. Ta'lim tizimi sust. Ko'pchilik yoshlar matematika, texnika, dasturlash o'rganmayapti. Internetdan pul ishlash, freelancing, startaplar bu sohalar qishloqlarda umuman yo'q. Yoshlar kelajakka ishonmaydi. Shu bois boshqa davlatlarga ketmoqda. Eksport yo'nalishi yo'q. Mahsulotlar faqat ichki bozorga qaratilgan. Sifat qadoqlash sertifikat yo'qligi sababli chet el bozoriga chiqolmayapmiz. Bizneslar xalqaro bozor talabini o'rganmayapti. Innovatsiya texnologiyada orqada qolish. Dunyo sun'iy intellektda
dron, nanotexnologiyaga o'tayapti. Bizda hali hunarmandchilik va qandolat asosiy bandlik sohasi. Startaplar uchun muhit juda zaif. Nima qilish kerak? Barchasi mumkin. Ammo to'g'ri yo'l bilan mana siz va biz qila oladigan aniq ishlar. Davlatni raqamlashtirish, shaffoflik va korrupsiyani kamaytirish, har bir pul sarfi ochiq bo'lishi kerak. Ta'limni zamonaviylashtirish, dasturlash maktablari, robototexnika, muhandislik o'quv markazlari, o'qituvchilarga yuqori maosh, real bilim talab qilish kerak. Yoshlarni iqtisodiyotga jalb qilish, startap uchun grantlar, chet elda o'qish uchun stipendiyalar, freelancing va eksportni o'rgatuvchi onlayn kurslar. Qoraqalpog'istonni iqtisodiy zona qilish, soliq imtiyozlari, investitsiyalar uchun kafolatlar. Aral dengizi atrofi global ekologik turizm markaziga aylantirish. O'z-o'zimizga ishonch va birlik. Yaponiya, Koreya xalqi ham og'ir kunlarni ko'rgan. Ular birlashdi, mehnat qildi, sabr qildi. Bizda ham bu kuch bor. Uni uyg'otish kerak. Xolos. Yakuniy so'z. Azizlar, bu video sizga yangi fikrlar bergan bo'lsa, marhamat qilib fikrlaringizni yozing. Xitoy, Koreya va Yaponiya qila oldi. Biz ham qila olamizmi? Savol oddiy, ammo javobi har birimizda. Agar birlashsak, o'rganishdan uyalmasak va harakat qilsak, 20 yilda biz ham rivojlanamiz. Fikrlaringizni izohda kutaman. Like bosishni, kanalimga obuna bo'lishni va videoni do'stlaringiz bilan bo'lishishni unutmang. Kelajak bizga bog'liq.